Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va obunachilar. 2026-yil 17-avgust holatidagi qonunchilarimiz chiqqan holatini ko'rishlari mumkin. Qiralar tekis holatda bo'ladi. Dial holatda turibdi. Shunga shunday xom ishlardan kerak bo'lsa, bu yoqqa qochib borasizlar. Xom ishlarimizni Farg'ona viloyati Bog'ot tumanida joyida 350 so'mdan. Bu yoqda esa pishgan ishlarimiz yuklanyapti. 10 mingtalik mashinamizga. Kimga shunaqa xom pishgan ishlardan kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz kesilgan narxlarda. Sho'rlamaslik darajasi o'ta yuqori bo'lgan Bog'ot g'ishlari. Ishlarimizga gap yo'q. Sifati bo'yicha ham, mustahkamligi bo'yicha ham o'ta zo'r. Bog'ot g'ishlari.